Inson ikkita narsadan iborat. Ruh va jasad. Jasad yerdan chiqdi. Demakki, uni ehtiyojlari ham yerdan bo'ladi. Jasad uchun kerak bo'lgan narsa yerda bor. Meva-cheva, oziq-ovqat, havo, suv va hokazolar. Endi ruhi u yuqoridan keldi. Endi uni ozuqasi ham yuqoridan bo'ladi. Demak, oliy ehtiyojlari bor va quyi ehtiyojlari bor. Farishta shahvatsiz, aqldan tarkib topdi. Hayvon aqlsiz, shahvatdan tarkib topdi. Endi odam bolasi ham aqldan, ham shahvatdan tarkib topdi. Agar mana shu inson uni shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvonlardan ham past darajaga tushib ketadi. Agar aqli ustun kelsa shahvatidan, maloikalardan ham oliy martabada bo'ladi. Kecha yangi yillarda Avstraliyada bir nima bo'ldi, bayram bo'ldi. Nima xursandchilik desa, adnapolli brakka ruxsat berdi qonunan. Xalqning 65% qo'llabdi. Bir jinsdagi odamlarning turmush qurishligi qonun bilan nima qilib berildi, quvvatlantirib berildi. Xursand yurishdi. Xursand. Bularning shahvatlari aqllardan ustun keldi. Yana qaytaramiz. Agar insonning shahvati, jasadining ehtiyojlari, shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvondan past darajaga tushib ketadi. Mana iymon keltirganlar, iymoni, aqli, shahvatidan ustun bo'lgan kimsalar. Bular kimlar? Astagfirullah. Innallazina amanu va amilus solihati ulaika hum khayrul bariyya. Albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmish jonzotlarning eng yaxshisidir. Iymon keltirgan, yaxshi amal qilganlar Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning eng yaxshilari deb aytayapti. Va sahhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minhu. Ilm talab qilishlik har bir musulmonga farzi ayndir. Demak, Alloh taolo nozil qilgan birinchi surasida, birinchi oyatida, hatto birinchi kalimasida siz bilan bizni o'qishlikka, ilmga buyurdi. Endi savol, qaysi ilmga buyurdi? Ilmning turi ko'p. Iqro bismi robbika. Robbingni ismi bilan o'qi dedi Alloh taolo. Ya'ni Robbingni senga tanitadigan ilmni o'qi. Ha, qolgan ilmlar ham ilm, fizika, matematika, hammasi ilm. Lekin birinchi o'qilish kerak bo'lgan ilm Robbimizni bizga tanitadigan ilm bo'lishi kerak. Kishini Robbisiga yetaklamagan ilm, birodarlar, ilm emas. Kishini Robbisiga tomon yetalab bormagan ilm emas. Uni toatiga boshlagan, unga yaqin bo'lishga yetaklagan, vujudini sirini bildirgan, dunyoga nima kelganligini tushuntirgan ilm haqiqiy ilm. Chunki birodarlar, biz aytgan mana shu oxiratni, iymonni, jannat, do'zaxni, Allohni bizga tanitmagan ilm bizda bo'lsin. Ya'ni Allohni tanitmaydigan ilmdan 10 ta diplomimiz bo'lsin, o'lganimizda ilmlarning bittasi bizga foydasi tegmaydi. Yer betida qoladi diplomlar, unvonlar, nimalar? Почетный gramatalar. Haqiqiy ilm nima? Allohni bizga tanitgan ilm. Mana Alloh taolo o'qi dedi. Lekin nimani ekanligini aytmadi. Nimani o'qishimizni aytmadi. O'qi, ammo o'qilishi lozim bo'lgan narsa mahzuf. Nimani o'qishni Alloh taolo bu oyatda aytmadi. Endi maf'ul mahzuf bo'lsa, fe'l mutloq bo'ladi. O'qi, hamma yoqda o'qi. Koinotni o'qi. Koinotni o'qi, qara, fikr qil, Allohni tanitadi. Chunki koinot jim turgan Qur'on. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'qi, bas u tirik Qur'on. Ilm talab qil. Agar inson ilm talab qilmasa, uni insoniyligi yuzaga chiqmaydi. Chunki dunyoda istasak ham ilm kerak, oxiratda istasak ham ilm kerak. Ikkalasini qo'shib istasak ham nima kerak? Ilm kerak. Ilmning xususiyati shunaqa ekanki, ilmga hamma yo'g'ingizni bersangiz, butun borlig'ingizni. Ilm sizga o'zidan ozgina bir narsani beradi. Agar hayotingizdan ozgina bir narsani bersangiz, ilm sizga hech narsasini bermaydi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Ilmning iymonga bog'liqligi.
Mana Alloh taolo o'qi degan ilmni bir necha qismlarga bo'lamiz. O'qi bu qiroat. Birinchi qiroat, birinchi o'qishlik bu bahs va iymon qiroati deb atasak bo'ladi. Birinchi o'qishni o'qishki, bahs qilamiz, istaymiz va Allohni taniganimizdan keyin iymon keltiramiz. Bahs va iymon keltirishlik qiroati. Aytiladiki, hamma hushyor odam ham oqil emas. Hamma hushyor odam ham oqil emas. Bir odam aql hushi joyida, nozik narsalarni tushunadi. Biron bir sohada, nodir sohada mutaxassis bo'lib yetishadi. Uni mana shu o'rgangan ilmi katta daromad keltiradi. Bu kishi hushyor inson deyiladi. Hali oqil emas. Lekin uni o'rgangan mana shu ilmi unga Allohni tanitmasa, oxiratni tanitmasa, bu odamda oqil deb bo'lmaydi. Oqil Allohni tanigan inson, oqil Allohga muhabbat qo'ygan inson. Muhabbatimiz qanchalar bo'lsa, aqlimiz shunchalar pishib yetilibdi. Payg'ambarimiz aytganlar, Allohga muhabbatni qattiqrog'iylar, aqli rojihroqiylar, ya'ni aqli pishganroqiylar. Shuning uchun duoda aytiladi: "Ey Robbim, seni topgan banda nimani yo'qotdi? Seni yo'qotgan banda nimani topdi? Agar Alloh sen bilan birga bo'lsa, senga kimni kuchi yetadi? Agar Alloh senga qarshi bo'lsa, kimni senga foydasi tegadi? Ey odam bolasi, deyapti Alloh taolo, meni izlab topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni yo'qotsang, hamma narsani yo'qotding."